Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Biz sizga 8-11 fevral kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini taqdim etamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 10-11 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi esa 3-8 daraja iliq. 9-10 fevralda kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 5-10 daraja iliq. 11-fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi esa 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq atrofida bo'ladi. Buxoro hamda Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 8-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-11 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha, 9-fevralda ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-fevralda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 13-18 daraja iliq. 9-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq. 10-11 fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. Navoiy viloyati shimolida 8-fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi esa 3-8 daraja iliq. 9-10 fevralda kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 5-10 daraja iliq. 11-fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi esa 2-3 daraja sovuq atrofida bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 8-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-10 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha, 9-fevralda ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-fevralda kechasi 0,5 daraja iliqni, kunduzi esa 10-15 daraja iliq. 9-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq. 10-11 fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 8-fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 9-11 fevralda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 8-11 fevralda ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha, 9-fevralda ba'zida 20-22 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 8-fevralda kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi esa 15-20 daraja iliq. 9-fevralda kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq. 10-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 10-15 daraja iliq. 11-fevralda kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi esa 12-17 daraja iliq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi. 8-9 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. 10-11 fevralda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 8-fevralda kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi esa 7-12 daraja iliq. 9-fevralda kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq. 10-11 fevralda kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi esa 8-13 daraja iliq atrofida bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib, vaqti-vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor. 9-10 fevralda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat 8-fevralda kechasi 8-13 daraja sovuq,
kunduzi esa 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq. 9 fevralda kechasi va kunduzi 0,5 daraja iliq. 10 fevralda kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi esa 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq. 11 fevralda kechasi va kunduzi 0,5 daraja sovuq atrofida bo'ladi.